ikkita jirtiq kalish ko'tarib keldingizmi, aya? Ha, tovonini yurak chaqib kesib, chivin o'ldiradigan qilamiz. Endi o'zimizni musullar kamlik qilayotganda o'g'inlardan musulni toshib kelyapsizmi? Bu nima bola, ha? Bu sariq bola pitssadan yangi mahsulot, cheezbom ichida kotlet, sous sirlari bor. Burger sousli, barbekü sousli, muncha mazza bu. App Store yoki Play Marketda sariq bola prilojeniyasini skachat qilib olib, anchadan ham zakaz qilsa bo'ladi. Narxi ham arzon, 26 ming so'm. Hozir musulga tashab keling. Yo'q, tashama. Tandir oqartirganda olovga tutandirib qilamiz. Tursunay yanga, uyga musur bormi? Ya aka, bilmaysizmi, biz akadan musor chiqmaydi-ku. Ani musor mashinangizni olib tez quring deb berdim. Ayam ko'rib qolsa, ana shu musorlarni uyga to'ktiradi hozir. Sandanam, mandanam, undanam. Mana 2 sinfdagi men kechada ana kun deraza artayotdingiz. Endi polartirib jobsizmi? Yaxshi paytda deraza artiladi, keyin pollatda qilinadi. Ha, keyin musorga tashlaverasizmi, ishqib? Yo'q, jinnimisan? Keyin mollarga jeb pishirganda o'chaqqa jaqvarasan. O'tinga qanday yordam bo'ladi-da? Ha, onasini desa bizga kamas narsa kelishi mumkin, lekin pashshani qanot uchun musor chiqishi mumkin emas. Bitta men ayam shunaqamiki, yo sizlar ayalang ham shunaqami? Bolalikka